Hammaga salom do'stlar. Behruz Nur kanaliga xush kelibsiz. Obuna bo'lib qo'ying. Bugungi videoda biz blogerlar haqida gaplashamiz. Birinchi blogerimiz bu Omonxon. Omonxonning podpischilari 2,76 ta. To'g'risini aytsam, bu videoni o'zim ham ko'rmaganman, lekin eng qiziqarli videolar bo'ladi. So'rtishlari ham bor. 225 ta videolari bor va o'zlari anaqalarga YouTube'larini lichkalariga qo'ygan rasmlari. Keyingisi bo'lsa Bekvanish. Bular butun jamoaviy guruh. Ular vobshe yaxshi videolar qo'yishadi, lekin Omon akadan kam ularning obunachilari. To'g'risini aytsam, mana mashina menga sal yoqqan, lekin men bu videoga 10 dan 7 qo'yardim. $20,000 bo'lsa ham yaxshi-da, lekin Lamborghiniga umuman o'xshamagan. Mana Bekvanishda Senur ippochklar bor. Bular ham juda yaxshilar. O'zlarining anaqalarini qo'yganlar. Keyingisi bo'lsa hammaga kulgili Ahror Alixonov, Temur Alixonovning ukasi. Bularda atiga bitta dona so'rtish. Bu ham yaqinda qo'ygan. Ahror Alixonov o'zining tepasiga oddiy qorada yozilgan bolachani rasmini qo'yib qo'yilgan. Nega menga obuna bo'lmayapsizlar? Ko'ryapsizlar lekin obuna bo'lmayapsizlar. Faqat ko'rib o'tiribsizlar. Keyingisi bo'lsa Kamol Qahhorov. Ular juda ham zo'r videolar qiladilar. Menga juda ham yoqadi. Braziliyaga borgan, Misrga borgan, har xili bor. Bular Vaynerlarni qo'yibdilar obuna bo'ling deb. Mana o'zlarining ham rasmlari bor. Men bu postlarga ham yaqinda qo'ygan narsalarini qo'yibdilar. O'zlarini keyin BMW har xil mashinalar bilan ajratishmasam poyga o'rnaganlari bo'lsa kerak. O'zlarining mashinalari Spark. Keyingisi Sardor Steyn. O'zini Einstein deb o'ylasa kerak. O'shaning uchun Sardor Steyn bo'lsa kerak. Juda ham qiziqarli. Ayniqsa kalbasa kiyib o'tirgan bola. Hammaga yoqsa kerak. Obunachilari 18,200 ta. Hammaga xayr. Menga bitta obuna bo'lib qo'ysalar juda ham yaxshi bo'lardi.